Azizlar, Bunyodbek Saidov ijrosidagi ajoyib yuqori tempdagi qo'shiqni birgalikda tingladik, kayfiyatimizni ko'tarib oldik. Bilasiz, bizning Guldasta dasturimizda suhbatdosh sahifasi bor va allaqachon studiyamizga bizni birinchi galdagi mehmonimiz tashrif buyurib ulgurganlar. Ularni tanishtirib o'taman. Mohlaroy Hikmatullayeva Ibrat instituti talabasi, baklar va xazonlarni briket qilib tayyorlash texnologiyasini yaratgan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Avvalambor yaxshi bir yutuqlar bilan tabriklayman sizni. Hozirgi kunda yoshlar o'rtasida shunday olim-olimalar ko'payyapti. Qaysidir ma'noda izlanishlar juda ham ko'p bo'lyapti va davlatimiz tomonidan ham ularga yaxshi bir imkoniyatlar berilyapti. Albatta, ayniqsa bugungi kunda talabalarimiz uchun juda ham imkoniyatlar keng. Ular uchun albatta xohlagan sharoitlar yaratib berilmoqda. Qolaversa, o'zim ham talaba bo'lganligim uchun buni his qilib allaqachon ulgurdim. Albatta, va shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, hozirgi kunda muvaffaqiyatga erishayotgan yoshlar ham juda ham ko'p va biz yana bir yoshimizni ko'rib turibmiz va bugungi faoliyatingiz, keling, avval dastlab Ibrat demak institutdagi faoliyatingiz, o'qish jarayonlaridan boshlasak suhbat. Adashmasam, institut ham yangi tashkil topgan. Ha, shunaqa. Marhamat. Xo'p, o'zim ingliz tili yo'nalishida o'qiyman va shu yo'nalishda o'zim izlanishlar qilib boryapman. Bu innovatsiya yo'nalishiga qiziqqanim uchun topshirib ko'rganman, harakat qilib ko'rganman va o'xshadi. Nimalar bo'lgan o'zi? Nima yordam bergan, kimlar, ustozlar yordam berishganmi? Qayerdan bu g'oya kelgan o'zi? O'zi bu loyihaga g'oya, aynan g'oya demayman-ku, lekin o'zi faoliyat jarayonida shuni o'ylab yurardim, ya'ni xazonlar to'kiladi, uni yoqib yuborishadi, shundan nimadir qilish kerak deb o'ylab yurardim. Keyin shu tanlovni eshitib qolganim sababli bunga harakat qilib ko'rishni istadim va bunda albatta ustozlarimning yordami katta, chunki doim meni qo'llab-quvvatlashdi, yordam berishdi, xato kamchiliklarimni tuzatishdi. Bundan tashqari meni qo'llab-quvvatlab yordam bergan ota-onamga ham rahmat. Aha, tushunarli. Qarang, siz hozir baklardan briket qilib, ulardan yoqilg'i olishni hozir yaratgansiz, to'g'rimi? Bu qanday amalga oshiriladi va uni qanday biz foydalansak bo'ladi o'zimiz turmushimizda ham? Uni briket yoqilg'imizni ko'rinishi xuddi o'tinga o'xshagan yoki g'isht sifat ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Biz buni o'sha o'tin sifatida ishlatamiz. Aha, juda ham foydali bo'ladi. Demak, baklarni bilamiz, kuzda juda ham ko'plab holatlarga yuz beradi. Bu ayniqsa baklarni yoqib yuborish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Bu ayniqsa ekologiyamiz uchun juda ham katta zarar, lekin bularni qilgan ixtirolari qarangki, ajoyib bo'pti. Birinchidan ham foydali, ham ekologik tomonlama yaxshi. Ayni kuz fasliga mos hozir. Va demak, bu loyihaga kimlar yordam berdi, qanday bo'ldi, amalga oshdi va respublika bosqichidagi bir taassurotlarni bo'lishsangiz. Respublika bosqichidagi taassurotlar albatta zo'r. U yerga borib ko'plab tengdoshlarimni ko'rdim, ularning loyihalari bilan tanishdim. O'zimga yangi do'stlar, yangi g'oyalar oldim desam ham xato bo'lmaydi. Va kelib institutda ham shu loyihani, shu tanlovga boshqa talabalarni ham jalb qilishga harakat qildik. Harakatingiz juda ham yaxshi. Demak, do'stlaringizdan yana nimalar o'rgandingiz? Respublika bosqichiga chiqqan yana bir boshqa yoshlar nimalari bilan o'zlarini ko'rsatishdi? Va sizni eng loyiq anaqa hayron qoldirgan qanday innovatsiyalarni ko'rdingiz? O'zingiz ham tengdoshlaringiz bilan mana shu tanlovda qatnashgansiz, lekin o'zingiz ham ko'rib, "Vau, men ham shunaqaga o'xshagan loyihalar qilaman" degan qanaqa loyihalarni o'zingiz ko'rdingiz? U talabalar, ya'ni tengdoshlarim albatta o'zlari innovatsiyani ichida yurganlar uchun deylik loyihalarni qanday qilib taqdim etishni juda ham yaxshi bilishardi. Deylik har xil robotlar yaratish, sog'liq jihatdan, tibbiyot jihatdan va boshqa jihatdan ham har xil loyihalar qilishgandi va bu menga juda ham hayratlanarli bo'ldi desam to'g'ri bo'lardi. Lekin shuncha loyihalarning ichidan sizniki talab olindi va g'olib bo'ldingiz. Undagi taassurot qanday bo'ldi? Zo'r, ishonmagandim, lekin yutdim desam ham bo'ladi. Balki bu aynan o'zimizni faslga mosligi uchun va qanday katta bir global muammoni oldini olgani uchun ham qabul qilingandir. Dolzarb muammo bo'lgani uchun qaratilganda qaysi? Chunki qaysi ma'noda daraxtlarning kesilishini oldini oladi desak ham bo'ladi. Sababi biz buni o'tin sifatida ishlatsak, daraxtlar albatta kesilishi kamayadi.
Aha, juda ham to'g'ri, ajoyib. Har tomonlama puxta o'ylangan, reja asosida tayyorlangan ushbu loyihani biz ko'ryapmiz. Ya'ni ham siq ko'ymaydi, ham kabob ko'ymaydigan xalqimizda bir ajoyib naql bor. Aynan bargini oladi, lekin daraxtga tegilmaydi. Bu juda ham ajoyib innovatsiya bo'libdi. Va shu tomonlama ham demak sizga g'oliblikni berishgan, shubhasiz. Hozirgi institutdagi faoliyatingiz, o'zingizning sohangiz bo'yicha qanday ketyapti? Hozir ham tengdoshlaringizga mana shu innovatsion yo'nalishlarda qandaydir kurslar yoki qandaydir darslar jarayonlar tashkil etilgan? O'zimizning yo'nalishimiz chet tillar bo'lgani uchun bizni o'zimiz ustozlarimiz bor, innovatsiya bo'yicha bizga yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan. O'zimning yo'nalishimga keladigan bo'lsak, u yo'nalishim bo'yicha ham o'z ustimda ishlab bormoqdaman. Har xil maqolalar, kitoblar degandek. Yozyapsiz hozirgi kunda. Lekin menga juda ham hayron qoladigan tarafi bu filologiya, ya'ni chet tillarida albatta tillarni o'rganishadi, lekin bu albatta bu qizimiz innovatsiyalar bilan yondashganlari va innovatsiyaga qiziqqanlari bu juda ham qiziq holat. Bu jarayon qayerdan kelib chiqdi va bu birgina tanlov uchun emas deb o'ylayman. Menimcha o'zingiz ham yoshlikdan qiziqqansiz, to'g'rimi? Ha. Boshida o'zimga g'alati tuyuldi. Ya'ni bu o'zimning yo'nalishim bo'lmasa ham bunga qatnashish anchagacha qabul qilish qandaydir g'alati bo'ldi. Lekin shuni aytishim mumkinki, agar sizda biror jihatdan davlatga yoki atrof muhitga foyda keltiradigan birorta loyiha bo'lsa, sizning yo'nalishingizdan qat'iy nazar bu yo'nalishda qatnashish kerak. Agar bu foydali bo'lsa, albatta buni kelajagi bo'ladi. Agar bo'lmasa, albatta kamchiliklar tuzatiladi. Ha, qarang, mana shu briket, ya'ni menga juda ham shu loyiha juda ham qiziq bo'lyapti. Barglarni olasiz, to'g'rimi? Va uni qanday briket shakliga keltiriladi? Shu haqida ozgina gapirib bering. Barglarni quritib olish kerak. Quritgandan keyin uni maydalab olinadi. Unga qo'shimcha ingrediyentlar qo'shilib, maxsus apparat yordamida maydalanib, uni qotirish kerak va qotgandan keyin maxsus shaklga kirib, uni bemalol o'tin sifatida ishlatishingiz mumkin. Va bu tajribadan o'tganda yaxshi o'tgan. Yoqib ko'rganmiz, yaxshi bo'lgan. O'xshamagan holatlar ham bo'ldimi boshida? Ha, boshida qilganimizda ancha kichik o'lchamda qilganmiz. Unga yetarlicha ingrediyentlar qo'shilmagan. Shu sababli yonishida muammo bo'lgan, yaxshi yonmagan yoki ko'p tutun chiqib ketgan. Lekin keyinchalik uni yaxshilab, rivojlantirib, yaxshi shaklga keltirganmiz. Aha, hozir demak bu baklarni, hozir yoqsa, demak ekologiyaga juda ham katta zarar keltiradi. Agar briket shakliga, o'tin shakliga keltirilganda, demak ekologiya oz bo'lsa-da, anaqasi kamayadi, to'g'rimi, zarari? Zarari ancha kamayadi. Ham biz bundan foyda ola olamiz. Ya'ni ancha hamyonbop, ancha arzon briket yoqilg'isi bo'ladi. Juda ham yaxshi. Men aynan Mirzo Ulug'bek Vorislar Respublika ko'rik tanlovidagi raqiblaringiz qanday bo'ldi? U yerdagi jarayonlar haqida, viloyat bosqichidagi qanday innovatsiyalar bilan ishtirok etdi ishtirokchilar? Umuman olganda. Innovatsiyalarning turi ko'p edi. Fizika bo'yicha, kimyo, biologiya bo'yicha, ya'ni suvni tozalash yoki havoni tozalash bo'yicha ham yo'nalishlar, ya'ni loyihalar bor edi. Albatta bular ajoyib edi. Men ana shu loyihalar davomida ham boshqa tengdoshlarimdan ko'p narsalarni o'rgandim. Ya'ni qanday loyihalar bor, boshqa yo'nalishda ham shunday katta ishlar qilsa bo'larkan deb albatta o'zimga yetarli bilimlarni egalladim bu yo'nalishda ham. Endi qanday reja qildingiz? O'z oldingizga qanday maqsad qo'ydingiz? Mana respublika bosqichi g'olibi bo'ldingiz. Endi to'xtalib qolish yo'q-da. Albatta. Bitta muvaffaqiyatga erishgandan keyin yana nimadirga erishishga keladi insonni. Ayni o'zingizning yo'nalishingiz bo'lmasa ham, hattoki o'zingizning yo'nalishingizda ham hozir ishlar qilayotgan ekansiz. Qanday endi maqsadlar bor, rejalar bor? Albatta bu loyihani o'zini ham rivojlantirib, jamiyatga tatbiq etish kerak. Bu foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari, o'sha o'zimning yo'nalishimda ham ko'plab shu kabi tanlovlarda qatnashib, yutuqlarga erishishni niyat qilib qo'yganman. Va ayni shu demak tanlovda qatnashganingiz, g'olib bo'lganingizda yo'nalishingizga moslaydigan bo'lsak, kerak bo'lsa ingliz tilida, keyinchalik dunyoga ham bu narsani innovatsiyani tarqatish mumkin-da. Ya'ni o'zingiznikiga moslagan holatda ham o'z yo'nalishingizdan ketgan bo'lasiz, ham innovatsiyaning qiziqishingiz orqali bir manfaat olasiz. Albatta, endi kelajakda qaysi kasbda o'zingizni ko'ryapsiz hozir? Aynan innovatsiya yo'nalishidami yoki o'qituvchilik yoki boshqa kasblardami? Qaysi kasbda o'zingizni ko'rmoqdasiz va qanday maqsad? Innovatsiyaga qiziqqanim uchun albatta harakat qilib ko'rdim, lekin innovatsiyadan ko'ra albatta o'zimning yo'nalishimga ko'proq qiziqaman. Ya'ni chet tillari menga juda ham bir yoqimli kasb desam ham bo'ladi. Aniq kasbni ayta olmayman, lekin mana shu chet tillar yo'nalishida ketishimni bilaman. Hozirda nechta tillar bilasiz hozir mana?
Hozir ingliz tilini ancha yaxshi darajada o'rganyapman, egallayapman. Bundan tashqari nemis tilini ham o'rganib boryapman va kelajakda boshqa tillarni o'rganish niyatlari ham bor. Ajoyib. Sekin-sekin, Albatta. pog'ona. Hozir til bilgan el biladi deyishadi. Albatta. Bejizga emas va har qanday kasb egasi bo'ling, siz til bilsangiz, ana shu kasbingizni ham rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Va uni dunyoga tanitish imkoniyati juda ham keng. Ayniqsa hozir O'zbekistonda, davlatimizda til bo'yicha til sertifikatlarini olgan talabalarga kerak bo'lsa, yoshlarga qanchalik imkoniyat berilayotganini ko'rib, hattoki yoshi kattalar ham yana bir karra yosh bo'lishni xohlashyapti yoki talaba bo'lishni xohlashyapti yoki ular ham hattoki harakat qilishyapti, til sertifikatlarini olishyapti. Albatta, ayniqsa mana shu qizlarimizga ham alohida imkoniyat va shart-sharoit yaratib imtiyozlar berildi. bor. Ya'ni agarda chet til sertifikati bo'ladigan bo'lsa, magistratura yo'nalishida oliy ta'limda bepul o'qitishda ham bizning davlatimiz mana shunday talaba qizlarimizga ham shart-sharoitlar yaratib berishmoqda va albatta mana shunday imkoniyatlardan foydalanayotgan qizni hozir biz bugun mana suhbatlashib turibmiz. Biz juda ham xursand bo'ldik. Qaysidir ma'noda Havas ham dorilarni qildik. ko'rdik. Havas ham qildik. Sizni kelgusidagi demak ishlaringizda muvaffaqiyatlar yor bo'lishini istaymiz. Ota-onangiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Ustozlaringizni mana shunday faxrlantirib, doim obro'larini siz orqali ularning ham obro'lari ko'tarilishini tilakdoshimiz. Albatta, muvaffaqiyatlaringizni boshlanishi shu bo'lsin va bundan-da katta muvaffaqiyatlar bilan bizni keyingi dasturlarimizda sizni albatta ushbu ustida kutamiz va bundan-da katta muvaffaqiyatlaringiz bilan tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Albatta, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.